Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, yana bizga savollar kelib tushdi. Begimiz qilayotganimizda yerda обязательно latok qilib olishimiz shartmi deb savol berishibdi. Yo'q, shart emas. Tekis poliz bo'lsa ham bo'veradi, faqat beton bo'lishi kerak emas, chunki begimizni o'sha kapillarniy suv orqali yuvayotgan paytingizda o'sha go'ngdagi zaharli moddalar chiqib ketishi kerak. Yer o'ziga tortib oladi. Xo'p, bu yoqdagimiz endi tashlanadi. Mana bu yog'i xudo xolasa tayyor bo'lgan holati. Bu yoq elash jarayonida ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa tayyor bo'lgan, inshaalloh sekin elanyapti. Kimda yana qiziqarli savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Hammasiga qo'ldan kelgancha xudo xolasa javob berib o'tamiz. Xo'p, bu yog'imizda mana elanganlari o'sha xudo xolasa qoplanish jarayonida inshaalloh ko'rganlaringdek mana umuman musuri yo'q. Inshaalloh hammasi chiroyli.